Havo tozalandi, yog'ingarchilik bo'ldi. Endi mana shu qor yog'di, mana Xudoga shukr, hammasi zo'r. Endi yerdagi namlik, suv, ko'lmaklarning ko'payishi qanday muammolar keltirib chiqarishi mumkin bolalarda va bugungi kunda bolalar nima bilan qaytalanishiga sabab bo'lmoqda? Asosan oyoq kiyimidan suv o'tib ketishi. Mana shu kunda oyoq kiyimidan suv o'tib ketib qolishi bolalarda tomoq og'rishi va burun bitishiga sababchilardan yana bittasi bo'lmoqda. Bolalar o'sha qor o'ynashi, kiyimi ho'l bo'lishi, ozgina bo'lsa ham qor bor. Shu bola o'shaning ichida yuribdi. Oyog'idan suv o'tishi natijasida yallig'lanish, tomoqda yallig'lanish, burunda yallig'lanish vujudga kelishi mumkin. Buni oldini olishimiz qanday bo'ladi? Bolalar shu bog'chadan keyin biz ko'ramiz, tekshiramiz. Oyog'ini nam emasmi yo'qmi, paypog'i nam emasmi yo'qmi, to'pligidan suv o'tganmi yo'qmi? Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Agar bunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, oyog'ini quruq qilib artib, birinchi o'rinda quruq qilib, oyoq kiyimini almashtirib, quruq qilib artib, paypog'ini yechib tashlab, vanna qilish bizning maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi quruq qilib artib olishimiz kerak. Oyoqni ishqalaganimizda sal qon yurishadi. Mana undan keyin oyoqni issiq vanna, garchishnikli vanna qilishimiz. Endi yo'lda ketyapmiz. Vanna qilishimizga ilojimiz yo'q. Oyoq kiyimini almashtirishimizga ilojimiz yo'q. Oddiy salfetkani olib turib, mana shu salfetkani olib turib, oyoqni o'raymiz. Oyoqda nam ketishi kerak. Yo'lda ketyapsiz, mehmondasiz, boshqa joydasiz, transportdasiz. Shuning uchun yoningizda salfetka olib yuringlar. Oddiy salfetka olib yuringlar, shu oyoqni tagiga qo'yasizlarmi, payponni yechib turib, payponni o'rniga shu salfetkani 2-3 marta almashtirsanglar, hali to'plikni ham namini oladi, oyoqning ham namini oladi va oyoqni quruqroq ushlaydi. Vujudga kelishi mumkin bo'lgan asoratni sal bo'lsa-da oldini olgan bo'lasizlar. Bolalarimizning oyoq kiyimiga e'tibor beraylik. Shu oyog'ini ichiga e'tibor beraylik, paypoqlariga e'tibor berib turaylik mana shu kunlarda. Chunki shu hali bitta bola mana bukvalni 2 kun oldin keldi. O'sha qaytalangan nima sabab? Oyoqdan suv o'tib ketgan. Ko'lmayda yurishni yaxshi ko'radi bola. Bu izlanuvchanlikdan dalolat beradi bolaga. Bola izlanyapti, lekin natijada yallig'lanish vujudga kelyapti. Shuni bugungi videodan olgan xulosamiz, bolalarning oyoq kiyimi, bolalarning oyoq quruq tutish, oyoqdan nam o'tib ketib qolganda oyoqqa vanna ishlatishimiz. Yallig'lanishga kattaroq odamlar bo'lgan bo'lsa, yallig'lanishga qarshi vositalar nemesilmidi, shunga o'xshash nemusilitmi yoki yallig'lanishga qarshi parashokli vositalar bor. O'shalarni ichib turib, uxlashdan oldin vanna qilib turib yoki sovuq qotib qoldingiz, ostanovkada turib qoldingiz. Vanna qabul qilib turib, bu alohida mavzu, bunga hali to'xtalib o'tamiz. Ostanovka turib qolib, tepangizdan, ustingizdan sovuq o'tib ketib qolganda nima qilish kerakligi. Demak, oyoq kiyim deydiga to'xtadi. Shu sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Demak, oyoqni quruq tutishimiz, quruq tutishimiz uchun nam o'tib ketgan salfetkalarni almashtirishimiz, keyin burunga mayzani ishlatishimiz, o'sha suv o'tib ketib qolganda burunga tomchilarni ishlatishimiz, har xil tomchilar bor. Yallig'lanishga qarshi ishlatiladigan va bundan tashqari bakteriyafaglar bor. Mana shularni qo'llashimiz, allergiyaga qarshi dori vositalarini qo'llashimiz, vitaminlarni ichishimiz agar allergiyamiz bo'lmasa, mana shu narsalar inson oyog'idan suv o'tib ketib qolganda, bolalarning oyog'idan suv o'tib ketib qolganda, organizm sal bo'lsa-da chiniqtirib turib, vujudga kelishi mumkin bo'lgan shamollashni biz oldini olgan bo'lamiz yoki bartaraf qilgan bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat.